Viagra preparati kimlarga mumkin, kimlarga esa mumkin emas va preparatni iste'mol qilishda qanaqa dozalardan iste'mol qilish kerak bo'ladi. Viagra preparatini o'zi asli sostavi sildenafil hisoblanadi, ya'ni bu jinsiy zaiflikni davolash uchun ishlatiladigan preparatlar ro'yxatiga kiradi. Viagra preparatini ko'pincha holatda bemorlar tartibsiz ravishda ichib tashlashadi va buning natijasida ularda turli xildagi asoratlar yuzaga kelishi mumkin. Viagra preparatini kimlar ichsa bo'ladi o'zi? Avvalo, agarda jinsiy zaiflik holatlari bo'ladigan bo'lsa, ya'ni jinsiy holatni turishi bilan bog'liq muammo bo'ladigan bo'lsa, faqat turishi bilan bog'liq muammo bemorlarda asta-sekin uzoq vaqtdan beri rivojlanib kelib yomonlashayotgan bo'lsa, aynan Viagra preparati ularga foyda berishi mumkin. Lekin hammasi yaxshi bo'lib yuribdi-da, masalan, yosh bemorlarda birdaniga deylik jinsiy aloqada tarang turishi bilan muammo bo'lib qoldi. Bunaqa bemorlarga Viagra preparatini ichish tavsiya etilmaydi, chunki ularda muammo qon aylanishi bilan emas, balkim psixogen muammo bo'lishi mumkin. Chunki aynan psixogen jinsiy zaiflikda birdaniga jinsiy holatning turishida muammo kelib chiqadi. Viagra preparatini kimlarda umuman ichish o'ta xavfli oqibatlarga olib keladi. Birinchisi, surunkali buyrak yetishmovchiligi bor bemorlarda, ya'ni oddiyroq qilib aytsa, pochkasi yaxshi ishlamaydigan bemorlarda ichiladigan bo'lsa, bu qo'shimcha muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Bundan tashqari, og'ir jigar kasalliklarida, jigar sirrozi bilan og'rigan bemorlarda ham Viagra preparatini ichishda albatta ehtiyot bo'lib ichish kerak zarur. Agarda bemorlarda yuqori qon bosimi mavjud bo'lsa, bundan tashqari yurak kasalliklari, infarkt o'tkazilgan bo'lsa yoki qo'shimcha ravishda yurakda turli xil operatsiyalar o'tkazilgan bo'lsa va yurak yetishmovchilik belgilari hisobidan oyoqlarda misol uchun shishlar paydo bo'ladigan bo'lsa, bunaqa bemorlar ichishda ehtiyot bo'lishlari zarur hisoblanadi. Ayniqsa yurak kasalliklari bor bemorlarda stenokardiya kasalligida nitrat preparatlari iste'mol qilinadi. Nitrit preparatlari iste'mol qilinadi. Aynan bu dorilar bilan birga ichilgan paytda yoki qon bosimini tushiruvchi dorilar bilan birga ichilgan paytda qon bosimi tushib ketib, bemorlarning holati og'ir holatga kelishi mumkin. Lekin bemorlarda yurak yetishmovchiligi yoki yurakda qon aylanishi bilan bog'liq muammolar bo'ladigan bo'lsa, Viagra preparatini yuqori dozada tartibsiz ichilish hisobida hatto bu yurakni to'xtab qolish holatiga ham olib kelishi mumkin. Lekin agar bemor masalan 30, 40, 45 yosh orasida bo'lsa, jismonan taraflama sog'lom bo'lsa, ma'lum bir sabablar tufayli deylik ma'lum bir vaqt davomida shifokor ko'rigiga bora olmayotgan bo'lsa, unaqa paytlarda aloqani ta'minlab turish uchun aynan sildenafil preparatini, ya'ni bu o'sha Viagraning sostavi, sildenafil preparatini juda ham kichkina dozalardan ichishni tavsiya qilinadi. Masalan, 50 mg, 100 mg dozalarda chiqiladigan bo'lsa, o'sha 50 mg dozani yarimtasidan boshlash kerak va keyinchalik agarda yarimta doza ta'sir qilmaydigan bo'lsa, 50ligi va undan keyin 100lik dozagacha o'tiladi. Ya'ni bunda bo'lishi mumkin bo'lgan nojo'ya ta'sirlarni, og'ir holatlarni oldini olinadi kichkina dozada. Lekin bu degani doimiy ravishda Viagra preparatini, ya'ni sildenafil preparatini ichib yurish kerak degani emas. Sildenafil preparati odatda hozirgi paytda shifokorlar tarafidan ishlatilmaydi, chunki uning o'rniga aynan masalan sildenafil ichilgandan keyin 8 soatda uni ta'siri yo'qoladi, lekin qon aylanishini yaxshilab hamda davolovchi effektga ega bo'lgan uzoqroq vaqt ta'sir qiladigan preparatlar ishlab chiqarilgan. Albatta bu preparatlarni sildenafil o'rniga foydalanish mumkin. Lekin sildenafil muammoni yechib bermaydi, muammoni yechimi emas. Masalan, agarda sizda muammo gormonlar hisobida o'zgarishda bo'lsa, agar muammo psixologik, psixogen zaiflik bo'lsa yoki ayrimlarda qand, sahr hisobiga yoki qondagi xolesterin miqdorini o'ta balandligi hisobidan qon aylanishi bilan bog'liq muammolar bo'ladigan bo'lsa, agar siz asosiy kasallikni davolamasdan o'sha aptekadan bemalol sotib olib Viagra preparatini ichib, ha, aloqam yaxshi bo'lyapti-ku deb vaqt o'tkazib yursangiz, bora-bora yuqoridagi kasalliklar og'ir zaiflik holatiga olib keladi va hatto Viagra preparati ham ta'sir qilmaydi. Shunda bemorlarda savol tug'iladi, nima preparatga o'rganib qoldim
oldimmi preparatga o'rganib qolish holati kuzatilmaydi. Faqatgina siz asosiy kasallik muammoni davolamaganligingiz hisobidan, demak to'liq og'ir turdagi jinsiy zaiflikka aylandi holatingiz va bu holatda afsuski sildenafil dori vositasi ham sizga ta'sir qilmaydi. Bundan tashqari yosh katta bemorlarda, 70-80 yoshli bemorlarda Viagra preparatlari, sildenafil preparatlarni ichishda juda ham ehtiyot bo'lish kerak, chunki bu qon tomir tizimiga yaxshigina o'sha bosim, nagruzka berish hisobidan yurak qon tomir taraflama asoratlar berishi mumkin. Bundan tashqari 18 yoshdan kichik bemorlarda ham bularni aynan zaiflik maqsadida ichilishi taqiqlanadi. Iloji boricha preparatni to'g'ridan-to'g'ri sotib olmasdan kasallikni sababini aniqlab, o'sha sababiga qarab dorilar vositalari vrach tomonidan sizga yozib berilsagina kasalligingiz uzoq vaqt davomida stabil holatda ushlab yurasiz. Ya'ni Viagra bu yordam beradi, ammo to'liq yechim emas. Demak, agarda sizda zaiflik holati bo'ladigan bo'lsa, albatta zaiflik holatida aniq tekshiruvlardan o'tib, muammoning sababini oldini olib, davolanishingiz zarur hisoblanadi. To'g'ridan-to'g'ri Viagrani ichib yurib, vaqt o'tkazib, holatingizni og'irlashtirganingiz qoladi. Pastdagi raqamlar orqali bog'lanib, yuqoridagi muammolar bo'lsa, savollaringizni berishingiz mumkin va biz albatta bunga javob qaytaramiz.